Taolo sizlarga bildiruvchi yakka yagona o'zi. Ana o'sha holatda bilib olasizlar, mana shu aloqaga chiqib, assalomu alaykum ishon buva deganlaringda biz dardlaringga shifoi komilda Allohdan so'rab beramiz. Inshaalloh Allohning o'zi mehribon. Sizlarga azon chaqirganimizda Alloh taolo sizlarda yomonlik bo'lsa Alloh taolo bildiruvchi o'zi inshaalloh. Ana o'sha holatda keyin sizlar biz tomonlama Allohdan so'raymiz, sizlar duoga qo'llaringni ochib turasizlar, biz so'raymiz, qolgan hammasini Alloh taolo shifoi komil ato qilsa, keyin o'zlaring ishon buvomdan Alloh rozi bo'lsin degan gaplarni gapirsalaring bo'laveradi. Inshaalloh hammasiga qudrati, hamma narsaga yetkuvchi Allohning o'zi, 18 ming olamni yaratgan o'zi. Shifoni ham berguvchi o'zi. Bu ilmi amallar hozirgi kunlarda juda ham ko'payib ketdi. Biz yoshlik paytlarimizda bu narsalar kamdan kam bo'lardi. Bu narsa ham Parvardigorning oxirat qiyomat kunida bir alomatlari. O'shancha hammalarimiz ibodatimizni qilaylik. Namozlarimizni o'qiylik inshaalloh. Alloh hammalarimizni hidoyatiga boshlasin, faqat to'g'ri yo'ldan adashtirib qo'ymasin. Hammalarimizga ham rizqlarni halol qilib bersin. Etimizga harom aralashtirib qo'ymasin. Bizni Alloh taolo sababchi qilgan xolos, so'rab berguvchi qilib bergan xolos. Bu narsalar bizlarga ishonchlik. Yana qayta aytaman. Ular kimdir ishonadi, kimdir ishonmaydi, buni Alloh taoloning o'zi bilguvchi. Bu narsalar boshidan o'tgan tabib. Mana biz ham xonadonga nechta odamlar kelib ketyaptilar. Bularga biz Alloh taolodan shifo so'rab beryapmiz. Bularning hammalariga Alloh mehribon qodir egamni o'zi Parvardigori shifoi komil beryapti. Alloh. Ixlos, faqat kalomi Qur'onga ixlos. Alloh taologa ixlos, payg'ambarlarga ixlos, sahobalarga, chora yo'llarga, kalomi Qur'onga ixlos. Faqat ixlos qilsalaring Parvardigoro o'sha soniyadan, o'sha daqiqadan hamma yomonliklarni qaytda bo'lsalaring ham mag'ribda bo'lasizlarmi, mashriqda bo'lasizlarmi, kalomi Qur'on yetib boradi Parvardigoro. Ixlos bilan sim qoqinglar. Ixlos qilib sim qoqinglar. Ana o'shanda Alloh taolo sizlarga bildirguvchi. Nimaiki niyatlaring bo'lsa qilinglar. Ko'ringlar, agar ziyon bo'lsa biz azon chaqirganimizda darrov Alloh taolo bildiradi inshaalloh. Xudo xohlasa inshaalloh shifo Allohdan. Biz sababchi, so'rab berguvchi qilib Alloh bizni